Assalomu alaykum, ko'pchilik yaxshimisizlar? Mening ismim Amina, yurtim Turpan, millatim Uyg'ur. Men tuvanda opam va qiynopam va uningdan boshqa yana 3 kishi, jami 5 kishi uchun guvohlik bermoqchi. Avval opam, o'ttirdagi opam bo'ldi. Opamning ismi Asiya, yurti Turpandan. Opam 60 yoshga yaqinlab qoldi. 2017-yili 11-oylar atrofida opam uydan soqchilar tarafidan tutib ketilgan va sababi aniq aytilmagan. Shuningdan tortib opamning izlarini ololmadik. Opam turmadimi yoki lagardimi yoki qayerda turyapti, bundan xabarim bo'lmadi. Yurtdagi boshqalar opamning xabarini ololmagan. Men opamning tutib ketilganligi xabarini qiynopam orqali bildim. Bu rasmdagi bu qiynopam bo'ldi. Opamning hech qanday gunohi yo'q. Opam bir oddiy dehqon, Uyg'ur dehqon ayoli. Tutib ketilishdan 2 hafta burun men oxirgi telefon ko'rishimda opam mening soqchilar tarafidan ko'p besimga uchraganligini, shuni mening hozirgi barliq inchik uchurlarimni opamga deb berishimni, chunki soqchilar buni so'rayotganligini aytgan. Men bu talabni rad qildim. Shundan keyin telefon aloqamiz uzilib qoldi. Telefon faqat ulanmadi. Shu oxirgi telefon suhbati bo'lib 2 haftadan keyin bu ahvol yuz bergan. Opamning hech qanday siyosat va dindan xabari yo'q. Bir oddiy dehqon ayol hamdi. Agar opamning bir tutib ketilishga gunohi bor deb qolsa, deb qaraldigan ish bo'lib qolsa, mening chet elda bo'lganim opamning tutib ketilishga sabab bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Endi bu ikkinchi guvohlik bermoqchi bo'lganim bu qiynopam bo'ldi rasmdagi. Qiynopamning ismi Habiba, yurti Sanjidan, turish o'rni Urumchida. Qiynopam 61 yosh. Qiynopamninki 2018-yili 1-oyda uydan tutib ketilganligi, ya'ni lagerga olib ketilganligi to'g'riliq xabarga erishdik. Qiynopamning bir Urumchidagi yaqin do'stining bir qiz chet elda. Shu yaqin do'sti shu qizga bu xabarni oshkorlagan. Biz shu orqali undan xabar topdik. U vaqtchilik qiynopam shu 2015-yili yozda o'zining bu rasmdagi bu adimiz bilan birga Turkiyaga sayohatga chiqqan. Lekin sayohat vizasini bevosita Turkiyaga ololmay, avval Malayziyaga ilib, uningki Malayziyada bir hafta turib, shu jarayonda Turkiya vizasi hal qilib 2 haftalik sayohatga chiqqan. Bu ishga birga qaytgan, vaqtida qaytgan, ya'ni muddat viza vaqti to'shgan vaqtda o'tib ketmasdan vaqtida qaytgan, lekin bular dastlabda qaytish yo'lida avval Guangzhou aerodromiga tushgan. Guangzhou aerodromiga tushgan vaqtda shu yili bu ishga qattiq savol so'roqqa va qo'pol muomalaga uchragan aerodromdagi soqchilar tarafidan undan keyin qaytib kelib shu 2016-2017-yillarda qiynopam bir qancha qitim soqchilarning izlab so'roq qilishiga uchragan. Undan keyin toki 2018-yili 1-oyning o'rtasida qiynopam bilan bo'lgan aloqamiz butunlay uzilib qoldi. Shu bilan biz 2 oydan keyin qiynopamning tarbiyalash lagerida ekanligidan xabar topdik. Qiynopamning yurak kasali bor, salomatligim yaxshi emas edi. Qiynopam shu doktorxonada yetib davolanayotgan mezgillarda lagerga tutib ketilgan. Hem 3-cü guvohlik bermoqchi bo'lganim bu adimiz bo'ldi. Bu adimiz ismi Bahargul, yurti Sanjidan, besh qadam bir korxona, pensiya chiqqan korxona xizmatchisi bo'lish. Bu adimiz qiynopam bilan birga Turkiya sayohatida birga chiqib birga kirgan. Bu adimiz qaytib kelgan vaqtda shu Guangzhou aerodromidan qattiq savol so'roqqa va soqchilarning qo'pollig'iga uchragan. Ondan keyin qaytib kelib taxminan 1 yildan keyin 2016-yilning oxirlarida bo'lsa kerak u adimiz lagerga tutib ketildi. Bu xabarni men qiynopam orqali anglagan. Shu bu adimizning toki men qiynopam bilan aloqam uzilib qolganga qadar hech qanday izderiki bo'lmagan. Lagerdan chiqqanlik to'g'ri hech qanday izderik bo'lmagan. Endi mening 3-chi guvohlik bermoqchi bo'lgan kishim bo'lsa, mening tanishlarimdan birisi Iminxon Avud, yurti Aqsu Kelpindan 30 yosh. Ve onun yo'ldoshi Qari Usmon, yurti Aqsu Kelpin, yoshi 35 yoshlar atrofida. Iminxon Avud Markaz Millatlar universiteti bakalavri. Bu qiz o'qish bitirgandan keyin Beyjonda bir mezgil turib qolgan, unga yurtga qaytib bolalarga dars takror qilib turadigan kurs ochgan. Undan keyin Beyjon qaytib kelib, Undidarda to'r maktab qurib, o'quvchilarga dars fanlarini takror qilib sinf ochgan.
2017 yılının o'ttirlaridan keyin bu qiz oilasi bo'yicha yana yo'ldoshi va 3 bolasi ni soqchilar tarafidan qaytirib ekitilgan va uylar pechatlangan Beyjingdagi uylari. Ondan keyin shu qaytirilib keliblar yo'ldoshi Yetqari Osman 7 yillik turmaga tashlangan. Eminxon Avut bo'lsa uyda nazarband qilingan. Yo'ldosh turmaga tashlanib taxminan 3 oydan keyin 12-oyda Eminxon Avutninki, ya'ni 2017 yili 12-oyda Eminxon Avut tarbiyalash lageriga elib ketilgan. Bularning 3 kichik bolasi bor. Ayol ikkilisining cho'nglari yashangan, bolalarni o'zlarining beqish qobiliyati yo'q. Cho'nglarning beqish qobiliyati yo'q. Cho'nglar o'zlarining molidan xabar ololmaydigan holatga kelib qolgan. Endi bu 3 kichik bolaning nada ekanligi to'g'riliq ma'lumot ololmadim. Eminxon Avut bo'lsa o'z bir ziyoli. Bu qizning hech qanday bir siyosatga aralashgan, dinga aralashgan yerimi yo'q. Endi mening xiyolimda bu qizning tutib ketilishiga, lagerga olib ketilishiga sabab bo'lgan birdan-bir ish bo'lsa, bu qizning yog'liq atishi deb qarayman. Bir normal oddiy bir Uyg'ur musulmonlik kimlik bilan yog'liq atadi. Ammo bu qizning yo'ldoshining turmaga tashlanish sababini endi men shunda o'yladim shaxsan. Bu bola kichigidan din o'qigan bola, dinning ma'lumoti bor. Undan keyin Beyjingda turgan jarayonlarda bu bola kurslarda va Beyjing Millatlar institutida arab tilidan dars bergan ekan.